Hop, yaxshimisiz? Kim izlaysiz? Kumushni uyida. Ha. Kumush? Sizga? Sizga. Sizning deb keldingiz. Va kimki? Yo'qlashingizni kerak yo'q deb bo'ldi ketinglar siz bo'ldi. Kimki bu? Pardada. Sen qaysi yüzüngle mavi keldin? Şirketni vayron qilding. Qizimning natijasini yo'q qilding. Qal ko'zimda. Ben apamdan Toyirdadanning salomatligi yaxshi emas deb alayetdan yo'qlab kelishim. Men bu ishlarni hargiz uqmabdiman. Meni kechiring. Bu gaplarni deydiganga bek kechikdingiz. Shirkat vayron bo'ldi. Hamma ish o'tdi. Shirkat vayron bo'lsa bo'lmamdi. Qaytadan kelsak bo'ldi-ku. Menga ishining. Men yana shirkatni gullantira olmayman. Aynı vaqtida qanday noldan boshlagan bo'lsam, men ishining. Bu gaplarni faqat anlamang. Bizning uyimiz sizni qarshi olmaydi. Menga bir qitim fursat bering. Bek kechikdingiz. Kumush. Hey, operasyonimiz tez yetkazmanglar. Dadamning ahvoli qanaqdir? Xotirjam bo'ling, dadingiz ahvoli hozir xeyli turaqlashdi, biz yana kuzatyapmiz. Valay doktor, Toyirdadanning kasali shunchalik og'irmi? Hozircha so'zilmadancha hujayra kasalmikin deb diagnoz qo'ydik endi. Lekin yana kuzatyapmiz. Oqqan kasalning bir turi. Qan kesilma. Kumush, dorining miqdorini men degan bo'yicha ish kuzatamsiz ya? Ha. Hozir dadamga to'g'ri ish kuzish bizning uydagi eng muhim ishlarning birisi bo'lib qoldi. Bu ben qarasam faqat shu miqdor bo'yicha ishgandek emas-ku. Chunki dorining miqdori ozib ketib qolsa, oqqan darisi o'rlab ketadi. Burungu men o'zim yenda o'tirib, dorini vaqtida to'liq ishkizatdim. Men yaqinga xizmatim rostlik aldirash bo'lib ketdi. Faqat fursat bo'lmay qoldi dadamga to'g'ri ishkizdigan. Men tushundim. Unda bo'lsa, bunda qilaylik.
Sizlar berip balını istetiş resmiyetini beceringlar. Biz bir umum yüzlük tekşiraylik qanday? Ma'qul. Bo'lamdi? Bo'ldi, men boray. Yuring. Xotirjam bo'l, bu doktorxona o'g'il kimdan siraysi? Tayyorlanmish qilmish. Qandoq tursiz, dada? Yaxshimi? Qadar. Yaxshi qoldingiz, tog'a? Yaxshi, savob, suv Ha? Ma'qul, ma'qul. Bo'ldi. Ya, makri. Dada. Doktor sizni doğrunu to'liq yemay o'tibdi deydi-ku. Menga demay doğrunun miqdorini azaytib etdingizmi? Bala, sada olanız, terlik emas. Doğru azizsem faydası xil oldu. Doğru qimmat qaram. Bu da üçün pul gidi da. Lekin men sizga mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar doğrunu cho'qim vaqtida to'liq yem dedim-ku. Yavatım balam, yavatım. Pulumdan bu qildim go. Aslida şirketning bayram bo'lganligini, xizmatimdan ayrilganligimni sizga demisam bo'pti ekan, dada. Eyvallah. Kısmet şirkette bayram bağlamamız bilen. Yan aldığınız karab bağalaydı aldığınız kışını da. Lekin siz meni shunchalik jafoda biqib cho'qqa qildingiz. Yemaganni yegizib, kiymaganni kiygizib cho'qqa qildingiz. Lekin balliq burchimni ado qilgan shunday vaqtida men yaxshi ado qilolmay qoldim. Meni kechiring, dada. Hey, Lola. Voy, Aldirashmayapsizmi? yo'q, aldirashim. Hey, sizdan birdan so'rab boqay degandim. Ha. Bekor so'radim. Ha, jurnalistga kirib boramiz, şeylemse. Keling. Lola, men sizdan so'rab boqay qaram. Bu Tahir tog'amning kesili ochdi ig'irmi? Voy, sizga rost gapimdayman. Haqiqatan ig'ir ahvolda. Deydigansan emas. Voy, burroq bilgan bo'lsam, o'zimni akammantim doktorxonaga deyman. Bu qizning sizga demaslikka balkim o'zining o'ylaganlari bordi, sizni jiq o'ylab ketmasin, ansirab ketmasin degandi balkim. To'g'ri tushunamdi. O shu. Lekin endi ko'mishning xizmatlari endi joyiga tushib, ishlarim endi bir ravonlashyapti. Yana burun qoldi qaytib kelarmi deyman bu. Bu siz kümüşün aşığı köngül bulup maşıqan kirib paranlışyaptamsınız yoki Tahir tog'imizniki bu? Tahir tog'amdan ansirayman-da, unda ig'ir kasal tursa. Doktor, yaxshimisiz? Dadam uxlab qolganda men uyga dikkida berib chiqib kiyimini ekib olay. Siz birdan qarab turamsiz? Ya bo'ldi, men siz bilan birga boray. Siz birdan qarab turing. Juma? Bo'ldi. Turing.
Gümüş. Bu hamma xatolikni siz o'zingizning ustiga ilolmang. Sizlar ham xatolik qilmaydi. Hamma xatolik menda. Agar men shu xizmatimdan shin dadamga boldiroq degan bo'lsam, kesilib bunchalik tez ixirlashib ketmaydi. Bu baldirish demasligini kesanning munosabati bor. Unda qiynamang o'zingizni. Ish qilib, meni cho'ng qilib mush kunga kelgacha dadam bek jafoyimni tatdi. Bek qiyimimni yedi. Ya nima lozim? Daha men qilay deyapman, ya nima lozim? Chiqish. Dadam doğru işçi. Stakan olay ya. Stakan. Açıkış sizde ha? Açıkış. Oy, kim bo'ldi? Nima qilma? Bektaydimi? Yapıştım. Ağrımda işim olmadı. Ben diye gayretli kümüş. Ben gayretli bolasam olmaydı. Dadam beni saklatıda doktorxonada hemen berip dadamni bakmasam olmaydı. İşim olmadı. O'zingiz ozroq besibdimi? Unda qilmay. O'zingiz faqat o'qishimidingiz emassiz. O'zingizni besolaydi. Qanday ish bo'lsin, men bayiningizdan imdod qilsiz. Ha? Shalom. Yeni yerim qilmaganda. Bunda hamma ish yaxshi ketadi, xotirjam bo'ling. Hamma ish yaxshi ketadi. Men bayiningizda. Yaxshimisiz doktor, meni chaqirib ekansiz. Qanday holingiz, yaxshimi akam? Dadamning hozirgi ahvolini bir bilib boqay. Bo'ldi, dadangizning ahvolini bir tafsiliy tushuntirib qo'yay. Dadangizningki kesli oqqan keslik ekan. Tekshirish natijasi sal ko'ngildagidek emas. Dadangizningki yeshiga nisbatan bu kasal toza yaxshi emas-ku. Oqqan kesli odatda tizginlash mezgili, kontrol qilish mezgili, jiddiy mezgil deb 3 ga bo'linadi. Bu jarayonda dadangizga iqtisodiy jihatdan sal jiqroq chiqim ketib qilish ehtimollik bor. Shunlashqa sizlar iqtisodiy jihatdan tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Dadamning hayotini saqlab qoladigan ish bo'lsa, qanchalik pul bo'lsa biz tayyorligini qilamiz, doktor. Dadangizning hayotini biz doktorlar amal bor, tirishchanlik ko'rsatib, butun kuchimizni sarf qilib saqlab qolishga tirishimiz. Tizginlash mezgilida eng yaxshisi jilik almashtiradigan yoki bo'lmasa ximiyalik davolash, nur orqali davolash degandek ishlarni qilsak bo'ldi. Uningdan ansirab ketmanglar, qo'rqib ketishning hojati yo'q. Jilik almashtirish operatsiyasiga tayyorlik qildik. Lekin 2 yildek vaqt bo'lib qoldi. Faqat muvofiq jilik topilmadi. Shunga uning amali bo'lmay qoldi hozirgacha. Amal ba urug' tuqqanlar, bevosita urug' tuqqanlar, qandash tuqqanlar bo'lsa, shu odamlarningki jilikini olsa, qantib o'xshaydigan odamlarning jilikini olsa eng yaxshi. Shuning uchun shu urug' tuqqan do'st birodarlardan bir yordam talab qilinglar, iqtisodiy jihatdan tayyorlik qilsanglar. Biz amal bor, butun kuchimizni chiqarib, dadamizningki hayotini saqlab qolishga tirishchilik ko'rsatamiz. Yedim o dadamning kesilini davolatish uchun behchiq pul xashlab ketdim. Burun ishlayotgan shirkatimda shunchalik jafo tortib, kechini kunduzga ulab, hatto o'zimning salomatligiga qaramay tirishib ishlashimning hammasi jiqroq pul tepib dadamning kesilini davolatish uchun. Hech qisi yo'q, yelimi tirishima, pulni biz qilaylik. Bo'ldi. Rahmat, bo'ldi.
bak ağırtı ötürküne. Voy bu yuğan erkişip turib, shunchalik qanaqanqa o'yjan deb ketgansiz. Sana tıkıp baksın cöm hani. Alimi, resmi, sen degandek lan vekşi doktor kelmajimi? Var resmi ya. Qattiq sajuydilik. Botloşkalar toşup gitti lekin. Bo'ldi, cho'ngishmi. Ağrıma. Bo'ldi. Cho'ngish yo'q. Sizlarni jafo qilib qo'ydim-a. Rahmat sizlarga. Biz hem yakın ağıyla kıram. Hem de kolumuzdan kiriş çekmiş. Cuma. Laganni qilsangiz biz raqib qolamiz. Siz ham qilmang bu ishlarni, nima? Shu, biz Shafqat akamning yaqin do'sti, uning yaqin do'sti, bizning yaqin do'stimiz. Shuni tuzib qilmang. Ey, qaysimizning talika qolsa? Shundaymi yo? Ha, shunda. Kimning o'dil kelib qolsa? Ha, shuni talika. Ha. Shu bilasimizdan çupluk qalsa, aymaymiz qanchalik lozim bo'lsa. Ham biz yosh to'liqlarimizdan ha. Shu uyga qaytib sho'rpisangiz, o'ngshilsiz. Shu uy qaytgandan keyin sho'rp ichishni unutib qolmanglar. Uyda go'shtmi yo'q de. Sho'rpini o'zimiz ichamizmi? Bozor chiqishchi. Tanishmandoq men uyga berib sizlar sho'rp qilib beray. Voy siz sho'rib qilib berasiz, qan sho'rpini ishkilama. Qarang mushtamaz. O'tkazib polo etdim deb itib to'qira, tuz yo'q qilgan ichida. Bo'ldi, o'zim qilib berdim o'xshayman. Ashtaq qiladi, ashtaq qiladi. Shafqat akam Tomoqni o'zim istayman. Ya men yo'qda o'tkazib etdimmi jingni? Ajab olingda. Baqaman men ko'rib baqay. Qo'y bo'ldi siz ko'rib tuta olgan bo'lsangiz qanday sizga berdim? Oldingi kichik delolarni sizdan chiniq olsin deb bergan. Endi bu qitimqi delo bek muhim. Shuni sizga berishni qaror qildim. Shirkatdagilarning hammasini ko'z sizda. Cho'qim yaxshi qiling. Boshliq. Yaqinda uyimda azroq ish chiqib qolgandi. Ya bo'lmasa, bu qitim boshqalarga berib turamsiz ya. Bundoq desangiz, meni o'ng'aysizlantirib qo'ysiz. Shirkatda nurg'a odam bor. Bu mening bu advokatlik o'rnim bekor talablarni baqilg'iga emas. Advokatlik o'rni ishning unimiga ahamiyat beradi. Endi o'ylab baqa. Ben bu yer nurg'a odamni boshqarib olsam, maosh berib olsam, bu yer nurg'a odamning ishi bor. Hammamizning turmushi bor. Oila degan oila, xizmat degan xizmat. Buni uydagi ishlarni o'zimiz to'g'ri usulda bir taraf qilishimiz kerak. Bundoq desangiz, toza qamlashmaydi. Uning xizmatga ishlarni aralashtirib qilsangiz, uningda uyda baloqimiz tuzuk. Shundaqmi? Kechiring boshliq, men toza atrofli o'ylamayli sizga deb qopdim bu gaplarni. Men cho'qim sizning kutgan yeringizdan chiqaman. Men bir tirishib baqay. Tushundim. Berib ishingizni qiling. Bugundan boshlab ximiylik davolashni boshladik. Ximiylik davolash qilgandan keyin ba'zi odamlarda ko'ngil ilishadigan, ich suradigan, qiyshik, chichi chukitadigan shunday alomatlar ko'rildi. Agar shunday alomatlar bo'lsa, sestraga desanglar, hemen doğru iz bersem bo'ldi. Bundan boshqa yana diqqat qiladigan ishlar bormi, yo'qmi? Yoshga cho'ngib qolibdi, yindan odam arilmasin. Bo'ldi. Bemorga o'zinglar qaramsizlar yoki qaraydigan odam bormi? O'zim qarsam bo'g'dakda hamsa. Yoshga cho'ngib qolibdi, amal bor, yindan odam arilmasin. Abay biraylan tog'imizning ahvolini so'raganda, sizlar tuqqininglarmi yo? Men to'g'ri bilmaydi ekanman uni. Bo'ldan bo'lsa. Rahmat doktor. Bo'ldi. Ahvolingiz qandaroq? Yaxshi. Yaxshi o'tdim. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Meni kechiring tayyorda. Men sizga o'zim qarayman. Gunohimni yuyma, menga fursat bering. Men cho'qim kumushga qarzim to'layman. Diyelerine rasma. Albatta. Men mushu necha yildan beri nurg'un ishlarni ko'rdim, issiq sovuqlarni beshimdan kechirdim. Xayolimda kumush kunlari bor. Sizning menga aytgan har bir so'zlaringiz esimda turibdi. Ben Delfin şehirde sizler bilan yashash uchun qaytib keldim. Men bir tal qizim turmushda bir baxtli bo'lsin deb o'ylayman.
Kızım bəxtin topra. Məni əsli keltirey. Qo'limdan kelishga tirishib, kumushni baxtga erishtiray. Şefkat. Oy Şefkat.